fasting o'zi nima desanglar, bugun mana 36 soatlik fastingni ikkinchi marta qilyapman. Birinchisida sal qiyin bo'lgandi to'g'risi, chunki 36 soat hech nima yemasdan yurish qiyin. Chunki bosh og'rig'i, yurak bosimi ko'tarilishi bor, tushib ketishi bor, shuni hisobiga ozroq muammo bo'ladi, lekin bu safar Xudoga shukr yaxshi o'tyapti, chunki o'tgan safargidan ko'ra yaxshiroq tajriba oldim. Nimaga? Fasting davrida nima kerak bo'ladi bizga? Tanamizga elektrolit kerak bo'ladi. Elektrolit nimalardan olinadi? Natriy, magniylardan olinadi, ya'ni tuzdan. Misol uchun 1 litr suvga 1 chimtim tuz yetarli bo'ladi. Bu yaxshi elektrolit bo'ladi. Mana shu narsani qilgandan keyin bosh og'rig'i bo'lmaydi, keyin energiya susayishi bo'lmaydi. Fasting o'zi nima desanglar, fasting bu organizmni ichki holatini tozalash bo'ladi. Ya'ni misol uchun ichaklarda, oshqozonda ishlatilmagan oqsil qoldiqlari yoki uglevod qoldiqlari bo'lsa, xuddi shu narsani fasting jarayoni qayta ishlab beradi. Ya'ni tanani butkul o'lik hujayralarni dan tozalab beradi. Fasting mana shu narsa. Xuddi shu narsa foydali hamma uchun. Shu sababdan ikkinchi marta qildim. Mana bu hafta har hafta shanba kuni o'zimga to'g'rilab oldim. Lekin bu safar fastingim yakshanba kuni boshlandi, dushanba kuni soat 9 da tugaydi. Ertalabki 9 da. Bungacha mana hozir deyarli 20 soat bo'ldi. Ancha yaxshi. Shunaqa gaplar.